O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, layk va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 12 iyul kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Dam olish kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida asosan quruq ob-havo saqlanib qoladi. Bu haqda O'zgidromet e'lon qilgan ob-havo prognozi ma'lumotida keltirilgan. Unga ko'ra, respublika hududining katta qismida havo asosan kam bulutli bo'ladi. Momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir faqat ayrim tog'li hududlarda 12 iyul kuni esa Farg'ona vodiysi ba'zi joylarda kuzatilishi mumkin. Kunduzi havo harorati 37-40 darajagacha, shimol-janubda va cho'l hududlarda 41-43 darajagacha isiydi. Kechasi va erta tongda havo harorati 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha ham kuchayishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.